qıtımdan işib ketmə deb şunağı o. Mən 5 qıtım qollaş olğan. 5 qıtım qoldashilish oson emas. Eng qiziq yeri haqiqatan oyga yarashmaydi. 5 qıtım qoldash oldim, 4 oy ish ketdi. Uzun mezgil siz to'y qilmay qolib qolsangiz, boshqalar keyingizni cho'qim kep topdi. Bir yer chataqmish baldinki. Mushkamkash to'y qilib chataq bu. Eng muhimi siz to'y qilmasangiz, sizdan bakarak sizning atrofingizdagilar tiximo jiddilashdi. Masalan, mening opam qachon o'z o'ylaydi, meni qachon uydan chiqarayman deb o'ylaydi. Bir kuni uyda televizor ko'rib o'tag'andim. O'tasam opam kelib yanimga o'tadi. Shuning bilan balam 5-oyda to'yini qaytimiz-ku, ha? Bu gapni sizlar anglagan-ku deyman, ha? Shundami? 3-oy vaqti u. Shunladim. 2 oy qoldimi, kim bilan to'y qilaman? Opam eliq ko'z ifodasi, ko'z oldinglar keltiringlar. Ha. Cho'ng bir o'g'avali mushkamkachi bir qiz olib tutamidim degan o'g'avala. Mening opam tuzuk o'qimagan maktabda, lekin bir kuni menga matematikalik holda yosh va to'ydan keyingi turmushda o'liq nihoyatda obdan bir logikani tushuntirib berdi. Balam, sizningki og'aylaring 24-25 yoshlarda to'y qilyapti. Ularniki obda o'ylab baqqan 40 necha yosh kirgan chog'da ularning bolalari oliy maktabga chiqdi. Ular 50 kirganda ularning bolalari to'y qildi. Ular 52-53 yosh kirgan chog'da nevirlik bo'ldi. Senchu 30 dan oshganda to'y qilsang, 50 necha yosh kirgan vaqtingda ondan keyin balang oliy maktabga chiqsa, 60 necha yosh kirgan vaqtingda balang to'y qilsa, balamsa 60 yosh kirgancha bormi, yo'qmi kim biladi? Buni otam ma'lum. Taxtınki opaları, balam sen uzun ömür ko'rgin 100 yosh, 200 yoshlargacha deb. Mening opam 60 yosh, sen bormi, yo'qmi? Bir kuni og'inam uyam kelib qo'nib qoldi. Bu yoz kunlari odatda o'g'illar ustimiz ko'ylaklarni saytib uxlaymiz. Iliq uyquchilikda o'zimizmi diqqat qilmabdik, bir-birimizning qo'li yana birimizningki badanda, dumbisida shunday quchoqlashib uxlab ketdik-da. Deganda opam uyga kirib, ikkimizni uyg'otib, "Nashtilik qilinglar" deb uyg'otmoqchi. Uyga kirib qarasa ikkimiz anda yotgan. Opam deydi, "Balam, sening to'y qilmaslikka sababing mushma?" Mening qiziqishim ayol. Bizda bir gap bor. Qo'ldash bo'lsang 3 qitimdan ishib ketma deb shunaqa. Ben 5 qitim qo'ldash olgan. 5 qitim qo'ldashilish oson emas. Eng qiziq yeri haqiqatan oyga yarashmaydi. 5 qitim qo'ldash oldim, 4 oy ish ketdi. Yana birisi keyingi oyda ajrashmoqchi. O'z xiyolingda o'ylab qolgan bo'lishing mumkin. Bu mobil ish baxmoq o'xshamandi deb. Meni yaxshi ko'rgan qizlarim jiq, mendek kelishgan, talotliq. Yozg'ini yo'q. Mening kelgan chog'da ijab yaxshi ekan. Demak, o'rtaq niyat tepamsizlar. Shuni bilan men nurg'un qizlar bilan muhabbatlashgan. Lekin bir ish qalamda o'tmaydi. Men bilan muhabbatlashib oylab ketgan qizlar uzun o'tmay boshqa yerga ketdi. Shuni bilan men tuyuqsiz o'ylab qoldim. Men bir maktabga o'xshaydi ekanman. Qizlar kelib mendan bilimab, uzun o'tmaylar xizmat ko'rishir ekan. Oniki men tuyuqsiz o'ylab qoldim yoki bular menda o'ylab qolgandi. O'g'avalim shunda bo'lsa kim bo'lsa mayli tiyilerli.